Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bizlar Qashqadaryo viloyati Shaxsar shahridamiz. Xizmat safaridan kelganmiz. Bemorimiz bundan 1 yil oldin ikkala quloqda eshit pasayishma shikoyat qilgan. Ikkala quloq parda umuman qolmagan edi. Demak, 1 yil oldin chap quloqni bajarganmiz, endoscopik implantoplastika va 2 oy oldin o'ng quloqni bajarganmiz. Hozir bitta tekshirib ko'ramiz. Qayta ko'rikka kelibdi. Demak, 1 yil oldin bo'lgan quloqdan boshlaymiz. Mana quloqning holati, subhanalloh, juda ham ideal holatda turibdi. Ko'rishinglar mumkin, mana parda tomirlar o'sib, parda butun tiklangan, juda ham zo'r holat, ideal holatda turibdi. Endi o'ng tomon, ya'ni 2 oy oldin operatsiya bo'lgan quloqni ko'ramiz. Va mana pardaning holati. Ko'rishinglar mumkin, mana parda o'rtasi katta defekti bor edi, teshik edi. Hozir parda butun tiklangan, qon tomiri o'sib, ideal holatda turibdi, alhamdulillah. Eshitish qanaqa o'zgarish bo'ldimi? Ha, o'zgarish bo'ldi. Yaxshilandimi? Chapi ancha yaxshi, o'ngga nisbatan yaxshilangan. Demak, chap tomoni 1 yil oldin bo'lgan, o'ng tomoni 2 oy oldin bo'lgani uchun o'ng tomonda biroz yaxshilangan, lekin hali oldimizda muddat bor, ya'ni 6 oygacha yaxshilanib boraveradi. Inshaalloh yana ham yaxshi bo'ladi va bu ko'proq shikoyati quloq oqishidan bo'lgan. Hozir quloq oqmaydi, eshik ancha yaxshilangan, alhamdulillah. Bizni kuzatishda davom eting, kuningiz xayr bo'lsin.